Dunyodagi eng uzun parvoz 19 soatdan sal ko'proq davom etgan. Parvozdan qo'nishgacha deyarli 1 kun. Bu oddiy holat, lekin bu 37 yil davom etgan parvoz oldida hech narsa emas. Salom do'stlar, bugungi sonimizda parvozdan so'ng g'oyib bo'lib, oradan 37 yil o'tgach qo'ngan samolyot haqida gapiraveramiz. Qani ketdik. ...1955 yil 2-iyulda Pan American Airways 914 reysni amalga oshirdi. U New Yorkdan uchib 9:55 da Mayamiga qo'nishi kerak edi. Bortda 61 kishi bo'lgan, 57 ta yo'lovchi va 4 ta ekipaj a'zolari. Ko'rinishidan oddiy parvoz va nima xato ketishi mumkin? Dastlab parvoz yaxshi ketayotgan edi, ammo biroz vaqtdan so'ng uchuvchilar aloqaga chiqishdan to'xtashdi. Reysni kuzatuvchi dispetcher esa kutilmaganda laynerning radardan g'oyib bo'lganligini xabar berdi. Hech kim samolyot bilan aloqaga chiqa olmadi. Parvoz yo'nalishi qisman Atlantika okeani ustidan o'tganligi sababli aviatsiya vakillari samolyot suvga qulab, cho'kib ketgan deb taxmin qilishdi. Bir qancha qutqaruv va qidiruv ishlari tashkil qilindi. Izlovchilar falokat sodir bo'lgan taxminiy hududlarni izlashdi, ammo mutlaqo hech narsa topa olishmadi. Na falokat izi va na qoldiqlar bor edi. Samolyot xuddi havoga singib ketganday. Qidiruv ishlari hech qanday natija bermagandan so'ng layner va undagi barcha yo'lovchilar bedarak yo'qolgan deb topildi. Xuddi boshqa voqealar kabi u haqida ham unutishdi, ammo 37 yildan keyin o'zi haqida eslatdi. 1992-yil Venezuela Caracas aeroporti dispetcheri Juan de la Corte radarlarda noma'lum obyektni ko'rdi. Ko'p o'tmay Caracasga boshqa ishlab chiqarilmaydigan shubhali eski samolyot uchib kelayotgani ma'lum bo'ldi. Juan de la Corte samolyot uchuvchisi bilan aloqaga chiqdi va bu o'sha 914-reys ekanligini aniqladi. Dispetcher ratsiya orqali samolyot yo'nalishidan chiqib, Mayami o'rniga Venezuelaga uchayotganligini va uchuvchiga hozirgi vaqt 1992-yil 21-may ekanligini xabar berdi. Hamma hayratda qolgan edi. Juan de la Corte uchuvchining javobi o'rniga qichqiriq va so'kinishlarni eshitdi. Dispetcher nihoyat ularning oldiga deyarli 40 yil oldin g'oyib bo'lgan o'sha samolyot uchib kelayotganligini tushundi. Tezda layner uchun qo'nish yo'lakchasini tayyorlashdi va u qo'nganidan so'ng aeroport xodimlari uning yoniga borishga shoshilishdi. Guvohlarning aytishicha, samolyot illyuminatorlaridan dahshatdan qotib qolgan yo'lovchilarning yuzlari ko'rinar edi. Layner komandiri aloqa o'rnatishga shoshilmadi, aksincha ularni tinch qo'yishlariga ishora qildi. Bir necha daqiqadan so'ng samolyot hech narsa bo'lmaganday havoga ko'tarildi va bulutlar orasiga singib ketdi. Venezuela havo kuchlarining bir qancha qiruvchilari sirli samolyotni kuzatishga urindi, ammo samolyot yana g'oyib bo'ldi. Hatto radarlarda ham izini topisha olmadi. Bir qancha vaqtdan so'ng layner nihoyat Mayamigacha uchib bordi va xalqaro aeroportga qo'nib deyarli 38 yil oldin boshlangan parvozni yakunladi. Ekipaj a'zolari yoki yo'lovchilarning hech biri qarimagan edi. Ulardan parvoz haqida so'rashganda hech biri aniq javob bera olmadi. Bularning barchasi 914-reys voqeasini aviatsiya tarixidagi eng sirli holatlardan biriga aylantirdi. Aslida nima sodir bo'lgan o'zi? Bu savolga aniq javob yo'q. Odamlar hanuzgacha bu hodisa haqida o'z nazariyalarini ilgari surishmoqda. Kimdir samolyot uzoq vaqt davomida chiqolmagan vaqt oralig'iga yoki vaqt portaliga tushib qolgan va shu sababli vaqtlar aro sayohat qilgan deb hisoblasa, kimlardir bunga o'zga sayyoraliklar aybdor deydi. Kimlardir esa bunda samolyot parvoz vaqtida kesib o'tgan Bermud uchburchagi aybdor ekanligiga ishonadi. Demak, bu voqealarning barchasi haqiqat va samolyot rostdan ham deyarli 40 yil g'oyib bo'lganmi yoki bularning hammasini to'qib chiqarishganmi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring va sizni o'ylanishga majbur qiladigan yanada sirli va hayratlanarli g'oyib bo'lishlar haqida bilish uchun tomosha qilishda davom eting. Malayziya Boeing'i. Keling, so'nggi yillarda shov-shuvga aylangan va ko'pchiligingiz eshitgan samolyot yo'qolishidan boshlasak. 2014-yil 8-mart kuni Malaysia Airlines'ning Malaysia Boeing'i Kuala Lumpur Pekin yo'nalishidagi 370-reysni amalga oshirdi. Parvozdan 40 daqiqa o'tgach, layner bilan aloqa yo'qoldi va u izsiz g'oyib bo'ldi. U so'nggi bor radarlarda Vyetnamning janubiy provinsiyasidan 225 km janubi-g'arbda ko'ringan. Hind okeanining ulkan hududida Boeing qulagani aytilayotgan hududda katta qidiruv ishlari olib borildi. Hozirda yo'qolgan Boeingni qidiruv tadbiri aviatsiya tarixidagi eng yirigi hisoblanadi. Ham narxi, ham mamlakat kuchlari jalb qilinishi tomonlama. Ammo shunga qaramasdan qidiruv ishlari deyarli natija bermadi. Qidiruv ishlari vaqtida samolyotning bir qancha bo'laklari topildi xolos. Yo'lovchilar va ekipaj a'zolari baxtsiz hodisa sababli qurbon bo'lishgan deb topildi. Samolyot g'oyib bo'lishining aniq sababini esa hali aniqlash